Yani peygamber bolsun Allah'ın muşundaq sınaqlarına duç keldiganligi. Bunun hammasi musulmonlarni tavlash, büyük bir kurash, büyük bir mücadele uchun ularni oldingi tayyorlash ekanligini ko'rib Abu Lahab peygamberimiz Muhammed aleyhissalomning yoniga kelib, "Ya Muhammed, Abdul Muttallib cennet kiremdi yoki dozoq kiremdi?" deb so'raydi. Peygamberimiz Muhammed aleyhissalom, "Bilmayman, cennet yoki dozoq Allohning qo'lida." Peygamberlikning 6-yili, ya'ni Peygamberimiz Muhammed aleyhissalomga vahiy kelib 6 yil o'tgandan keyin Hamzaning musulmon bo'lishi, keyindan 3 kundan keyin Umarning musulmon bo'lishi bilan mushriklarning sahobalarga saldigan zulmi bir oz pastga tushdi. Shundaqla mushriklar musulmonlarni kuch bilan yo'qotqilib bo'lmaydiganligi, ularga qattiq usul qo'llansa, ularning irodasini shuncha chingitib o'tadiganligini tunib yetdi. Shuning uchun ular jiddiy to'planib, qanday qilgan vaqtda Muhammadning oldini to'sqili bo'ladi, ularning agashkichlarning ko'payib ketishining oldini olg'ili bo'ladi degan bu haqda muzokaralashadi. Ular oxiri Muhammad alayhissalomga bir qancha taklif sunish orqali Peygamberimiz Muhammed aleyhissalomning oldini to'smoqchi bo'ladi. Shundaqla ular o'zlariga Utbani vakil qilib Peygamberimiz Muhammed aleyhissalomga avatdi. Utba Peygamberimiz Muhammed aleyhissalomning yoniga kelib Peygamberimiz bilan kurashgandan keyin Peygamberimizga yaqin kelib o'ltirib, "Ey Muhammed, sizning o'rningiz aramizda nihoyat yuqori. Nasibingiz ustun. Siz cho'ng bir Hashim jamiyatidan. Ammo siz bu ko'tirib chiqqan din orqali bizni paran-parcha qilib atdingiz. Bizning ilohlarimizga til uzartdingiz, ularni haqoratladingiz. Bizning dinimizni xato, ozg'un din dedingiz. Agar sizning bu ishlarni ko'tirib chiqishdagi maqsadingiz pul bo'lsa, biz pul to'plab sizni oramizdagi eng boy odam qilib o'taylik. Agar siz bu ish orqali o'zingizning atrofiga odam to'plab, o'zingizni ustunga chiqarmoqchi bo'lsangiz, biz sizni hozirdan boshlab o'zimizga boshliq qilaylik. Sizning ruxsatingiz hech qanday ish qilmaylik. Agar siz bu ish orqali o'zingizni mashhur qilib, xotin olish maqsadingiz bo'lsa, biz sizga Makkadagi eng chiroyli ayolni elib beraylik. Agar bu ish sizdagi jin yoki sehrning ta'siridan bo'lsa, biz sizga eng yaxshi jinkashlarni akilib o'qitaylik. Sizni davolaylik. Peygamberimiz Muhammed aleyhissalom gapingiz tugidimi deydi. O'tba tugidi deydi. Peygamberimiz Muhammed aleyhissalom Surf suratini o'qishga boshlaydi. Surf suratidagi mazmunlar uning degan gaplarining hammasiga javob bo'ladi. Hatta Peygamberimiz Muhammed aleyhissalom "Faqul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'Adi va Samud." Ya Muhammed, ularga aytqinki, agar sizlar islomdan yuz o'rsanglar, iymondan yuz o'rsanglar, Ot va Samud qavmiga kelgan azobdan sizlarni ogohlantiraman degan mush oyat kelgan vaqtida o't bu bo'lolmay o'rnidan turib ketadi. Va Peygamberimiz Muhammed aleyhissalomning og'zini tutib olib, "Xudo haqqi, endi o'qima. Tuqqandochiligimizning hurmatini qilib bo'lsin, endi to'xtab qol" deb yolvorib Peygamberimizni to'xtatadi. Va boshqa hech qanday gap qilmay qaytadi. Qabila aqsoqollari va mushriklarning kattavashlari Utbani qanday bir xush xabarlan kelarkan deb 4 ko'z bilan kutib o'tadi. Utba qaytib keladi. Mushriklarning kattavashlari va qabila aqsoqollari "Utba, qani aytqina, bizga qanday xush xabarlan kelding? Muhammad o tanlashlarning qaysini tanladi?" deydi. Utba, "Men Muhammaddan bir gap angladim. Alloh bilan qasamki, o she'r emas. Muhammadga jinmi chatishib qolmoqliq. Yaxshi, Muhammad bilan karimiz bo'lmasin. Agar uni boshqa arablar betaraf qilib olsa, uningdan qutulamiz. Agar uning da'vosi taraqqiy qilib, boshqa arablarga hukmron bo'lsa, bu biz uchunmi sharaf? Muhammad tufayli saltanatli kishilardan bo'lib qolamdiq dexe. Shuning uchun Muhammad bilan karimiz bo'lmasin" deydi. Mushriklarning kattavashlari va qabila aqsoqollari Muhammadning sehri sanga ta'sir qilibdi deyshidi. Bu voqealarga qarab boqadigan bo'lsak, ilgirki davrdagi mushriklar bo'lsin yoki bugungi davrdagi kofirlar bo'lsin, ularning iddiasida moddazmchilik, pul, mol dunyo, mansab, shuhrat va shahvatning qanchalik o'rnab ketganligi, hamma narsani mol dunyo va dunyo manfaati bilan o'lchaydiganligini ko'rib olamiz. Mushriklar Peygamberimiz Muhammed aleyhissalomning davosining mohiyatini tushunmagan edi. Tushunsa-mu Peygamberimiz Muhammed aleyhissalomni xuddi o'zlaridek mol dunyo, mansab, shuhrat va shahvat orqali o'zining davosidan kechidi deb o'ylagan edi. Lekin mushriklar xatolashdi. Chunki Peygamberimiz Muhammed aleyhissalomning davosining keyniga faqat va faqat Alloh davosi, Alloh roziligi, Alloh adolati va Alloh tavhidi o'rinlashgan bo'lib, mol dunyo, mansab, shuhrat va shahvat orqali bu yo'ldan to'sa olmaydi. Mushriklar buni bilan bo'ldi qilmay, yana Peygamberimiz Muhammed aleyhissalomning oldini qanday to'sish, uning agashkichlarning sonining ko'payib ketishining oldini olish haqida jiddiy muzokaralar orqali Peygamberimiz Muhammed aleyhissalomga mundaq bir taklif sunishni qaror qilishdi. Va ular Peygamberimiz Muhammed aleyhissalomning yoniga kelib, "Ey Muhammad, sen bizning ilohlarimizni haqorat qilmagin, inkor qilmagin. Bizmi sening ilohingni inkor qilmaylik. Sen bizning dinimizga bir yil ibodat qilgin, bizmi sening diningga bir yil ibodat qilaylik. Mushunda qilib birimizni inkor qilishmay, tinch, inoq o'taylik" deydi. Qarmoqqa bu taklif xuddi bugun kunimizdagi ba'zi din dushmanlari tashkil qilayotgan tinch yashash, erkinlik va yoki atalmish demokratiyaga nihoyat o'xshab ketadi. Ammo bu taklif islomning prinsipiga, ya'ni qizil siziqiga nihoyat zid bo'lgan bir taklif. Chunki bizning islom dini la ilaha illalloh, Allohdan boshqa iloh yo'q. Ya'ni Allohdan boshqa ilohning hammasi batil, faqat Allohla haqiqat. İslamdan başqa dinning hammasi xato deydigan inkor bilan boshlanadi. Qandaq bir odam o'zini musulmon deb turib, Allohmi haqiqat, ya'ni Alloh haqiqiy iloh, undan boshqa buddistlarning ilohi haqiqiy iloh
shu deganga o'xshagan ozroq ikkilanishli bo'lib qolsa, u odamning iymoni, islomi qabul qilinmaydi. Chunki islomning sharti Allohdan boshqa har qanday ma'budni xato, botil deb inkor qilish. Agar bir odam undaq e'tiqod qila olmaydi ekan, uning iymoni, islomi qabul qilinmaydi. Mushriklar bu taklifni ko'tarib kelgan vaqtida Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga tuvandagi bu oyatni nozil qiladi. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun va la antum a'biduna ma a'bud. Ey Muhammad, shu taklifni ko'tarib kelgan kofirlarga denki, ey kofirlar, men sizlar ibodat qilgan narsaga ibodat qilmayman. Sizlarmi men ibodat qilgan narsaga ibodat qilmaysizlar. Men sizlar ibodat qilgan narsaga ibodat qiluvchi emas. Sizlarmi men ibodat qilgan narsaga ibodat qiluvchi emassizlar. Sizlarning dininglar o'zinglarga, mening dinimni o'zimga. Bu sura nozil bo'lgandan keyin mushriklar payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning oldini yumshoq vosita bilan to'siy olmaydiganligini tunib yetdi-da, Makkadagi butun jamoat oymoqlar, qabilalarning hammasi payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam va payg'ambarimizga ergashgan kishilar va payg'ambarimizni qo'g'daydigan kishilarga qarshi birlik saf hosil qiladi. Va payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamni qo'g'dayotgan Hoshim jamoatiga bizga jiddiy holatda Muhammadni topshirsizlar. Agar Muhammadni topshirmasanglar, Hoshim jamoati bilan bo'lgan butun aloqa, savdo-sotiq, xudobachilik, har qanday bir munosabat uziladi deydi. Hoshim jamoati payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamni qat'iy qo'g'daydiganligi va Muhammad alayhisolamni ularga topshirib bermaydiganligini e'lon qiladi. Shunday qilib mushriklar hammasi bir saf bo'lib, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam va uningga ergashgan kishilar va uni qo'g'dagan kishilarga qarshi hech qanday savdo munosabat qilmaslik, ulardan qiz olmaslik, ular qiz bermaslik, ular bilan bir yerda o'ltirib qo'pmaslik, ularning uyiga kirib chiqmaslik, ularga salom saat qilmaslik haqida bir kelishim tuzib, bu kelishimni Kabening ichiga akirib, Kabening ichidagi bir to'rikka mixlaydi. Abu Lahab payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning tog'isi, ya'ni Hoshim jamoatidan bo'lsa-mu, bu kelishimnomadan istisno qilinadi. Shunday qilib Hoshim jamoatiga qiyin kunlar qarab kelmoqda. Chunki jamoat ichidagi osh-uzuqlar uzoqqa bardashlik berilmaydi. Oylar o'tadi, jamoat ichidagi osh-uzuqlar tugashga boshlaydi. Boshqalar ularga bir narsa setib bermaydi. Makkaliklar sirtdan kelgan osh-uzuqlarning bahosini asli bahosidan nechasi o'stirib o'tadi. Hazrat Xadija butun makkaliklarning mol dunyosiga teng keladigan mol dunyosini mushu embargo ichida xajlab tugutib o'tadi. Oylar o'tadi, musulmonlarning va Hoshim jamoatidagi kishilarning ahvoli kundan kunga qiyilish qarab boradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam Kabe'ga kirib namoz o'qiydi, kishilarga da'vat qiladi, haj mavsumi yetib keladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam haj mavsumida taraf-tarafdan kelgan hojilarga islomni da'vat qiladi. 1 yil o'tadi, ahvol tug'an sir eg'irlashib boradi. 2 yil o'tadi, Hoshim jamoati yeydigan narsa butunlay tugab, sahobalar daraxtning yupurmoqlarini yeyishga majbur bo'ladi. Said ibn Abi Waqqas bu kunlardagi ahvolni bayon qilib berib, u kunlarda biz yeydigan narsalarning hammasi tugagan. Men bir qancha kun bo'lgan hech narsa yemagili. Bir kuni yo'lda ketayotsam, yo'lda tugining bir parcha terisi uchirdi. Qursqam echib ketganlikdan uni elib pokiz yuvib, kunga qoqlab quritdim. Ondan keyin uni yedim. Shuning qo'ydi 3 kun o'ri tura oldim deydi. Mushunda holatda 3 yil o'tdi. Hoshim jamoati mahallasidan kichik bolalarning ochliqdan yig'ilgan ovozi anglab turadigan holat keladi. Hatto ba'zi bolalar ochliqdan o'lib ketadi. Bu ahvolga mushriklar ichidan qalbida mehr-shafqat balari va azroq odimiylikni yo'qotmaganlari nihoyat azoblandi. Va ular birga kelib, "Ma'qilligimiz bo'lmadi. Agar bundoq ketaversa, Hoshim jamoatining hammasi ochliqdan o'lib ketadi. Bu vaqtda arablarning hammasining la'natiga qolamiz" deydi. Qanday qilamiz deyishib 5 nafar mushrik, ya'ni Adi ibn Mut'im, Abul Buxtari, Hisham ibn Amri, Zam'a ibn Sauda va Zuhayr qatorliqlar bir yerga kelib maslahatlash orqali ata maslahat yig'inida hammamiz har tarafdan bu kelishimnomani amaldan qoldirish uchun kuch chiqaraylik deyishdi. Ular o'zaro kelishgandan keyin atsi mushriklarning cho'nglari, qabila oqsoqollari to'plashib ochgan yig'inda boshqalar gap boshlashdan ilgari Zuhayr o'rnidan turib, "Ey Makka xalqi, biz qursqimiz to'q, kemimiz butun bu yerda turyapmiz, ammo Hoshim jamoati ochliqdan o'lib ketyapti. Bundoq kelsa ularning hammasi o'lib tugaydi. Shuning uchun bu kelishimnoma amaldan qolmaguncha men oranglarga qitilmayman va sizlar bu yerda turmayman" deydi. Abu Jahl o'rnidan turib, "Kapshima, bu kelishimnoma hargiz amaldan qolmaydi" deydi. Keyindillah Zam'a o'rnidan turib, "Sen kapshima, men bu kelishimga boshdan tortib norozi. Buni amaldan qoldirishimiz kerak" deydi. Keyindillah Abul Buxtari turib, "Men bu kelishimga norozi" deydi. Uning keyinidan Hisham ibn Amri, uning keyinidan Adi ibn Mut'im qatorliqlarning hammasi o'zining bu kelishimga norozi ekanligini o'tirib qo'ydi. Shunday qilib, orqa-marqa har tarafdan bu kelishimga bo'lgan norozilik o'tirib tushgandan keyin yig'inning kayfiyati Abu Jahlga ziyonli bir muhitga o'tadi. Abu Jahl hayron qilib, "Ha, haqqasan aslida bilishib ekansan-da" deydi. Mushu vaqtning o'zida Abu Talib yetib kelib, "Jan o'g'lim Muhammad menga u kelishimnomadan Allohning ismidan boshqa hamma yerini qut yeb ketganligini aytdi. Biz berib qarab boqaylik. Agar ahvol shundoq bo'lsa, bu kelishimnomani amaldan qoldiring. Agar undaq bo'lmasa, men Muhammadni sizlarga qaytarib beray" deydi.
Ular biraz datalash qilishgandan keyin shundoq qilaylik deb birlikda Kabe'ga boradi. Va Kabe'ning eshigini ochib, kelishim nomi mehlangan to'rik qarg'udek. Bo'lsa, payg'ambarimiz degandek Bismikalloh degan yerdan boshqa hamma yerini qut yeb ketgan edi. Shuning bilan Hashim jamiyatiga yurgizilgan embargo 3 yilni to'shqizib amaldan qoldirildi. Musulmonlar va Hashim jamiyati erkinlikka chiqdi. Bu voqalikdan biz yana payg'ambar bo'lsa-mu Allohning mushundaq sinoqlarga duch kelganligi, buning hammasi musulmonlarni tavlash, buyuk bir kurash, buyuk bir mujodala uchun ularni oldinga tayyorlash ekanligini ko'rib olamiz. Shundaqla kofirlarning ichidan oz bo'lsa-mu qalbida mehr shafqat urug'i bo'lgan vijdonliqlarning bor ekanligini ko'rib olamiz. Mushriklar kelishim nomidan xuddi payg'ambarimiz degandek Allohning ismidan boshqa hamma yerni qutning yeb ketganligini o'z ko'zi bilan ko'rsimi, ya'ni Allohning bu mo'jizasini ko'rsimi, ya'ni iymon etmaydi. Payg'ambarimizning tog'asi Abu Talib 80 yoshga kirgan bo'lib, bu 3 yillik muhosira ichida nihoyat judab urug'lab ketgan edi. Muhosira amaldan qoldirilib bir oy o'tgandan keyin Abu Talibga kasal tegib, o'rin tutib yetib qoladi. Kasali kundan kunga og'irlashga boshlaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom uning yoniga to'la kirib, islomni tushuntirib, iymonga da'vat qiladi. Mushriklar Abu Talibning iymon etib qilishini ansirab, kasal vaqtida uning qashig'iga to'la kirib, ota-onasining dinidan mustahkam turishga da'vat qiladi. Payg'ambarlikning 10-yili Rajab oyida Abu Talib sakratga tushib qoladi. Bu vaqtda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Abu Talibning yoniga kirib, "Aytaga la ilaha illalloh, Allohdan boshqa iloh yo'q" deng. Mushu gap bilan Allohning oldida hujjat qilay. Abu Talib payg'ambarimizning gapini anglab, o'ylanish ichida ikkilanayotgan vaqtida yanadagi mushrik Abu Jahil, "Ey Abu Talib, sen o'la vaqtingda ota-onaning dinidan aylamsa" deb uni o'z dinida mustahkam turishga da'vat qiladi. Shunda qilib Abu Talib iymon etmay jon uzdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu yulanchiq tag'asi uchun nihoyat qayg'urib, "Ey tag'a, agar Alloh meni sendan to'smasa, sen uchun Allohdan kechirim talab qilaman, mag'firat talab qilaman" deydi. Bu vaqtda Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga tuandik oyatni nozil qiladi. "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil-mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Payg'ambar va mu'minlarning mushriklar uchun mag'firat talab qilishi, ya'ni Allohdan kechirim talab qilishi do'zax ahli ekanligi aniq oshkora bo'lib bo'lgandan keyin, garchi u mushriklar tuqquni bo'lgan taqdirda ular uchun mag'firat talab qilishi to'g'ri bo'lmaydi deydi. Qarab baqadigan bo'lsak, Abu Talib payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni 8 yoshidan boshlab o'zining bolalaridan chori ko'rib beqib cho'ng qiladi. Hatto payg'ambarlik kelgandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni mushriklarning aziyatlaridan va dushmanlaridan qo'g'dab, uningga qalqon bo'ladi. Hayoti bo'yicha hech kimga ko'rsatmagan fidokorlikni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom uchun ko'rsatdi. Lekin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom elib kelgan islomga iymon etmaydi. İşenmeydi. Allah Teala Abu Talibning do'zax ahli ekanligini Qur'on Karimda tilga oladi. Shuncha yaxshiliklarni qilgan bo'lsa-mu, hatto Allohning payg'ambari Muhammad alayhisalomning hayotini bo'yicha qo'g'digan bo'lsa-mu, iymon etmaganligi uchun Alloh Teala uni do'zax ahli dedi. Bundan biz bir narsani ko'raylik. U bo'lsa-mu, bir odam qancha yaxshiliklarni qilgan bo'lsin, insoniyat uchun qanchalik to'p qo'shgan bo'lsin, hatto Allohning payg'ambarini qo'g'digan bo'lsin, iymon etmagan bo'lsa, uning boradigan yeri yana do'zax bo'ladi. Çünkü dünyada peygamberni qo'g'dashdimi sharaflik va ulug' xizmat bo'lmasi kerak. Shundaq turuqliq Alloh taolo Abu Talibning do'zax ahli ekanligini Qur'onda tilga oldi. Demak, iymon masalasi islomning aqidasi bo'lib, Allohning qizil siziqi. Dunyoda insoniyat uchun nihoyat ko'p tuhfalarni qo'shgan donglik olim va mashhur, ammo musulmon emas birasi o'lib ketsa, oramizda munozara va datalashlar nihoyat qizib ketadi. Birisi uningga jannatni tilasa, yana birisi jannat do'zax bizning qo'limizda emas, uni Alloh qo'yayli deb musulmon emasligi aniq odam haqidami hech narsa demaydi va bir narsa deyishni o'zini tatidi. Chunki uning dunyoda qilgan yaxshiligi va tuhfasi nihoyat zo'r. Ammo shu narsa aniq bo'lishi kerakki, bir odam qanchalik tuhfalarni qo'ysin, qanchalik mashhur olim, professor bo'lib ketsin, Alloh va uning payg'ambari Muhammad alayhisalom elib kelgan islomga iymon etmasa, u odamning boradigan yeri do'zax bo'ladi. Çünkü Allah işenmeyen adamның Allah'tan mukafat kütüşü, yani Allah'tan cennet kütüşü hem dinga hem akılga zıt bir iş. Dünyada peygamberimizni qo'g'dashning ulug' va sharafli xizmat bo'lmasi kerak. Shundaq turuqliq Allohga iymon etmaganligi va payg'ambarimizga iymon etmaganligi uchun Abu Talib do'zax ahlidan bo'ldi. Ammo uning qilgan yaxshiliklarining hammasi bekorchi bo'landi, undaq emas. Alloh taolo nihoyat adil zot. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Abu Talib haqida tag'am Abu Talib do'zaxning eng tez yeriga kirdi. Agar uning man qilgan yaxshiligi bo'lmasa edi, u do'zaxning eng cho'nqur yeriga kirgan bo'ladi deydi. Demek aqida meselesi İslam'ın qizil siziqi. Buningda hech kimning huquqi bo'lmaydi. Mushriklar payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni bu nuqtada nihoyat qistig'an. Masalan, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom tag'asidan ayrilib, tuqqanlarning qo'g'dishiga, himoya qilishiga nihoyat ehtiyojli vaqtda tag'asi Abu Lahab payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan uni tuqqanlarga dushman qiladigan nihoyat nozuk bir masalani so'raydi. Abu Lahab payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning yoniga kelib, "Ey Muhammad, Abdul Muttallib jannat kiramdi yoki do'zax kiramdi?" deb so'raydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom, "Bilmayman, jannat yoki
yoki do'zax Allohning qo'lida demasdan nayt uch qalda Abdul Muttallib qavmi nega kirsa shu yerga kirdi deydi. Abu Lahab payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni yana qistab Abdul Muttallib do'zax kiramdi deb so'raydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ha Abdul Muttallib va Abdul Muttallibning dinidagi o'xshash kishilarning hammasi do'zax kirdi deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom mana shuningdek o'zining qavmidan himoya qilinishga, qo'g'dashga ehtiyojli paytda hech yushurmasdan o'zining aqidasini oshkor ochiq o'tirib qo'ydi. Bundan biz ko'ralamizki, mayli kuchli vaqtimizda bo'lsin, mayli ojiz vaqtimizda bo'lsin, aqida masalasini tushib birishga, o'zgartirishga yoki uni yumshatishga bo'lmaydiganligini ko'rib olamiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom tag'isidan ayrilib 2 oy o'tgandan keyin, ya'ni payg'ambarlikning 10-yili Ramazon oyida ma'naviy va moddiy yo'lanchiga bo'lgan ayoli Hazrat Xadijadan ayriladi. Ya'ni Hazrat Xadija payg'ambarlikning 10-yili Ramazon oyida vafot topadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Xadijaning vafotiga intayin qayg'uradi. Chunki Xadija payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga payg'ambarlik da'vosi yo'lida ma'naviy va moddiy jihatlarda nihoyat cho'ng yer yo'lak bo'lgan edi. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Hazrat Xadijani intayin yaxshi ko'radi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Hazrat Xadijaning muhabbati haqida inni ruziqtu hubbaha, men Xadijaning muhabbati bilan rizqlantirildim deydi. Ya'ni Xadijaning muhabbati Allohning menga bergan rizqi deydi. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning Ibrohimdan boshqa bolalarining hammasi Hazrat Xadijadan edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom tag'isi va ayoldan iborat ikki qanotidan ayrilgandan keyin mushriklar payg'ambarimizga ilgari qilishga jur'at qila olmagan yomonliklarni qiladi. Bir mushrik payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yo'lda ketayotganda payg'ambarimizning yuziga to'p uchadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yuz ko'zlari, boshlari to'pa holda uyga kirdi. Qizlari yig'lagan holda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning bosh ko'zlarini aytib, uning yuzini yuvib qo'ydi. Bir kuni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Ka'baga borib, namoz o'qib, sajdaga borgan vaqtda Uqba degan mushrik tugining yinni kelib payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning dumbasiga tashlab qo'ydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom sajdadan beshni ko'tara olmay turadi. Mushundaq vaqtda payg'ambarimizning kichik qizi Fatima yugurib kelib, payg'ambarimizning dumbasidagi u nijosatni elib tashlab o'tadi va uni payg'ambarimizning dumbasiga qo'ygan mushrikka vaqirab to'laydi va uningga badduo qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ayoli Hazrat Xadija vafot etib, bir oy o'tgandan keyin Savda ismli bir ayolni amriga oladi. Bu ayol ilgari musulmon bo'lganlardan bo'lib, ikkinchi qatimli Habasiston hijratiga yo'ldosh bilan birga chiqqan. Keyin Makka ga qaytib kelgandan keyin yo'ldoshi vafot topgan. Yo'ldoshi vafot topgandan keyin jamiyati uni iymondan yenishga majburlaydi. Bu vaqtda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom uni amriga elib, uni himoyasiga oladi. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning 66 yoshlik Savdani amriga olishi hech qachon boshqa maqsadlar uchun emas, faqat uning iymonini qo'g'dash uchun edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu davoni ko'tarib chiqqan 10 yil bo'lgan bo'lsa-mu, mushriklarning musulmonlarga soldigan zulmlari to'xtamasdan aksicha avjga chiqadi. Mushriklar ichidagi oymoq, jamat va qabilalarning hammasi birlashib, musulmonlarga qarshi birlik saf hosil qiladi va musulmon bo'lganlarni jamat tarafidan nihoyat qattiq besim ostiga oladi. Hatto Hazrat Abu Bakrga o'xshash mo'tvar kishilarmi o'zining yurti bo'lgan Makka da tura olmay, Habasistonga hijrat qilishga majbur bo'ladi. Hazrat Abu Bakr Habasistonga hijrat qilish uchun yo'lga chiqadi. Yo'lda uningga Ibn Dag'ni degan bir mushrik uchrab qilib, "Men seni himoyamga olay. Sana hech kim chaqila olmaydi. Sendek bir mo'tvar kishi yurtidan chiqasi bo'lmaydi" deb uni qaytirib akiradi. Ayni davrda bir odamni birisi himoyasiga olsa, u himoyaga eling'ich odamga hujum qilish, himoyaga olgan qabilaga hujum qilganga o'xshash xatarlik ish edi. Shuning uchun har bir odam bir himoya ichida yashaydi. Ba'zi sahobalarning jamiyati yoki oymiqi yoki qabilasi uning musulmon bo'lganligi uchun uningdan homiyligini amaldan qoldirib o'tgan edi. Shunday qilib Makkada musulmonlarga kundan kunga zulm ig'irlab, musulmonlarning Makkada turish imkoniyati bo'lmay qoladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom u yon o'ylab, bu yon o'ylab, oxiri Makkadan 100 kilometr yiroqlikdagi Toif shahriga chiqib, u yerdagi kishilardan musulmonlarga ega chiqishini va homiylik berishni talab qilmoqchi bo'ladi. Shunday qilib Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Toif shahriga qarab yo'lga chiqadi. Toifdagi kishilar payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga qanday inkas bildirdi, musulmonlarga o'rin beramdi, ularni himoyasi ostiga olamdi. Bu tafsilotlar qiziqsanglar diqqatingizga kerakli darsimizda bo'lsin. Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim, kurban bulsun canım tenim, yollarınga Gül Ahmedim. Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim, kurban bulsun canım tenim, yollarınga Gül Ahmedim.